bo'lishi kerak. Chunki tushunarsan, bu yana nimasi bo'ldi? Bu nazoratchilarni ular bu yerga qachon kelib o'tirishdi? Ular juda ham ko'p Biz bu yerga bir ikkita qurilishlarni va yana boshqalarni qo'shamiz. Ishni qurishdan boshlaymiz. Menimcha bu cho'lda bitta qamoqxona yetmayapti. Ha, men bu cho'lda bedrockdan qamoqxona yasayman. Bu ajoyib bo'ladi. Yangi o'yinchi shu yerda paydo bo'ladi. Bu yerdan qocholmasa uyin olmaydi. Menimcha ularga yo'q kerak. O'yinga kimlar qo'shildi? Nimaga boshla? Minecraftda senga yangilanish yo'qmi? Yo'q. Mayli, bu yerni unutamiz. Yana bu yerga nimalar qo'ysa kerak? Men bu yerda McDonald's oshxonasini qurdim. Mana bu yerda bir Voy, oshna, menga bir dona. Men bu yerdan faqat buyurtmalarni qabul qilaman. Yo'qol bu yerdan. Dostlar, menga bitta marojni bera olasanmi? Marojni tugadi. Bu chiroyli McDonald'sda yana bir kichkinagina narsa eklandi. Men bu yerga hojatxona qo'shdim. Bu hojatxona menga yoqmayapti. Menimcha mana bu aka nimadan yetmayapti. Menga bu qaroqchilarning kemasini ko'rinishi yoqmayapti. Men hatto bu yerga oltinlarni qo'shdim. O'yinchilar zerikib qolmasligi uchun albatta. Sizlar buni olib ketolmaysizlar, chunki bu meniki. Xo'sh, qurilishni tugatib oldik. Mana endi o'yinga yangi biomalarni qo'shsa ham bo'ladi. Yetchinursa, bu biomalar juda ham chiroyli ekan. Bu yerda hatto xurustanli ko'lmak ham bor ekan. Men o'zi bu yerga nega vulqonlarni qo'shdim? Bu yerdagi yerlar serbaraka ekan. Bu deganiki bu yerdagi qishloqlar ham ajoyib bo'ladi. Yetchinursa, men adashgan ekanman. Keyingi qilgan ishim osmonga bir nechta oltinlarni urdim. Menimcha osmonga nimadir yetishmayotganga o'xshaydi. Albatta, agar bu yerga qishloq qo'shsak, aholi qishloq va hokazolar. Nimaga qarab turibsan? Qaranglar, bitta o'yinchi qo'shilibdi. Menga bu yerlar yoqyapti. Yo'q. Biomalarni ham qo'shib tugatib oldik. Mana endi o'yinda yangi nomlarni qo'shish vaqti ham keldi. Men bu yerga gigantlarni qo'shdim. Ular to'g'ri foydali bo'lishi ham mumkin ekan. Ularni zaif ko'rib qolish mumkin. Mana boshqalar o'yinchilarni hatto buni yutishga ham imkon yo'q. Yetchinursa, mana bu gigantlar qo'shgani keldi. Menimcha salgina oshirib yubordim. Keyingi moblar uchun bir qishloq topishim kerak. Bu uyda bola bor ekan. Bu yerda nima qilamiz? Shunchaki eshik yopamiz. Eshikni moblar bilan to'sib qo'yamiz. Keyin esa qishloqdagi barcha aholini ko'rib chiqarib tushunyapsizlarmi? Barcha aholini. Keyin esa kichkintoyni oldiga kelib barcha aholini o'ldirdim deyman. Keyin esa senga bola shakarchinim, meni to'xtatib qolishing uchun seni kuching yetmaydi deyman. Keyin esa bu yerdan darhol ketib qishloqni o'rtasidan yangi mob qo'shilganini ko'raman. Yetchinursa, menimcha u meni ko'rdi. Men unday qilmoqchi emasdim. Kechir meni, men unday qilmoqchi emasdim. Mayli, menimcha bu yetadi deb o'ylayman. Mana endi buyumlarni qo'shish vaqti. Buyumlar qanday la'nat bo'lakcha bo'lgan? La'nat bo'lakcha bu yerga qanday paydo bo'ldi? Qayergacha kelganikin? Bu yo'lakni oxiri ko'rinmaydi-ku. Yerpadariga la'nat qishloqqa nima qildi? Bir daqiqa, mana bu qishloq aholisi hammasini tarqatgan ekan. Kasallikni aholiga yuqtiryapti. Yetchinursa, mana kasallikni ko'lagi yuqtirdi. Dostlar, sen ko'lik va tozadan boshqasini ham kasal qildingmi? Ishonching komilmi? Mayli, qani men bilan yurchi. Men seni hozir hech kim joyidan qimirlamasin. Kasallik tarqalmasin. Hech kim joyidan qimirlamasin deyapman. Sizlar dunyoni kasal qilyapsizlar. Men qurgan narsani sizlar buzyapsizlar. Meni bu yerda eshitadigan bormi? Hech kim eshitmayapti. Mana meni eshitadigan bir kishini topib oldim. Ularni chiqar. Vali bola-ku, bunda pul nima qilsin?